8 burchakni ko'pchilik yahudiylar belgisi emasmi deb so'rayapti. Yo'q, unaqa emas. Ana shu ko'rib turgan binolar Madina Islom universitetining yangi yotoqxonalari bo'ladi. Shu bir binoga demak 1,5 mingga yaqin talaba sig'adi. Ko'rishinglar mumkin. Hozir sizlar bilan yotoqxona ichini ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, mana yotoqxonaga kiryapmiz. Demak, kirganlarda mana bunday manzara bo'ladi. Aytmoqchi, mana bu 8 burchakni ko'pchilik yahudiylar belgisi emasmi deb so'rayapti. Yo'q, unaqa emas. Bu 8 burchak islom belgisi, yahudiylarniki 6 burchak bo'ladi. Endi buning ma'nolaridan biri ana shu jannat 8 darvozasi ham deb qo'yishadi. Sizda yana qanday ma'lumot bor bu haqida? Kommentlarga yozib qoldirishingiz mumkin inshaalloh. Xo'p, bunday bo'lsa yuqoriga chiqamiz. Mana talabalar yotoqxonasiga ham chiqib oldik. Talabalar xonasi. Aytmoqchi, mana bu har bir xonada ikkitadan talaba yashaydi. Har bir qavatda demak ikkitadan mana bunday kir yuvish xonalari bor. Ko'rishinglar mumkin. Ko'pincha talabalar 3-4 kishi birga bo'lib mana bunday kirmoshlarni sotib olishadi. Hamma sharoitlari bor, alhamdulillah. Binoning har bir burchagida demak mana bunday hammomlar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerlar juda ozoda, o'zini tozalab ketadigan ishchilar bor. Universitet talabalarga shunday sharoitlar ham qilib bergan. Demak, endi oshxonaga boramiz. Oshxonada talabalar ovqat qilishyapti ekan. Kirib olmadim. Lekin shu har bir qavatida ikkitadan oshxonasi bo'ladi o'zini. Xohlagan talabalar o'zlari taom pishirishlari mumkin. Va qo'shimcha universitetda yana o'zining restorani bor. 3 mahallik taom sotib olib, arzon narxlarda. Shunday bir qulayliklari ham bor. Saudiya universitetlarida Madina Islom universitetining yotoqxonasini qisqacha bir ko'rsatdik. Sizlar bilan ilm nur bo'ldi. Salomat bo'linglar.